Xush kelibsiz. JTC dan mablag'larni chap paneldagi withdrawal menyusi yoki tezkor kirish panelidagi withdraw tugmasi orqali yechib olishingiz mumkin. Bizning holatda tezkor kirish panelini tanlaymiz. Hisobni tanlash satrida MT5 hisobimizni tanlaymiz. O'zbek so'mi valyutasini bosamiz. Davom etish uchun fond parolini kiritamiz. Tizim xatolik beradi. Kartani ulash kerak. Yuqori o'ng burchakka o'tamiz, profil nomini bosamiz va account settingsga kiramiz. Withdrawal method varag'ini tanlaymiz. Bank transfer blokida add account tugmasini bosamiz. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun send kod tugmasi orqali emailga tasdiqlash kodini so'raymiz. Pochtamizni ochamiz, kodni nusxalaymiz va saytga 6 ta raqamni ketma-ket kiritamiz. Ism avtomatik ravishda chiqdi. Bank name maydoniga bankingiz nomini yozamiz. Pastda esa bank hisob raqamingizni diqqat bilan kiritamiz. Swift kodini to'ldirish uchun Google'da yangi varaq ochamiz. Swift code va bankingiz nomini yozib qidiramiz. Kodni nusxalab, oxirgi satrga joylashtiramiz. Confirm tugmasini bosamiz. Rekvizitlar muvaffaqiyatli qo'shildi. Yana withdrawal bo'limiga qaytamiz. MT5 hisobini UZS valyutasini tanlaymiz va 6 xonali fond parolini kiritamiz. Pastda Payport UZS usuli ochiladi. Account number maydoniga karta raqamini joylashtiramiz. Withdraw amount satriga esa summani dollarda yozamiz. Wallet type ro'yxatini ochamiz. Kartangizning to'lov tizimini tanlaymiz va yashil Submit tugmasini bosamiz. Xavfsizlik uchun ochilgan oynada pochtangizga kod olishingiz yoki Authenticator ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Telefondagi kodni ko'rib, 6 ta raqamni kiritamiz. Tayyor. Yechib olish so'rovi muvaffaqiyatli qayta ishlashga yuborildi. Mablag' 1 sutka ichida tushishini kuting.